Assalomu alaykum. Men Dilrabo Orziqulova, 18 yoshman. Hozirda Yangi O'zbekiston universitetining 3-kurs talabasiman. Hozirda sun'iy intellekt va robototexnika yo'nalishida o'qiyman. UNISATda ishtirok etib, muhandislik va 3D modeling bo'yicha ko'nikmalarga ega bo'ldim va kelajakda asosiy yo'nalishim qilib, muhandislikda davom etishimga yordam berdi. Aytganimdek, men sun'iy intellekt va robototexnika yo'nalishida o'qiyman universitetda va shu sababli deyarli har kuni sun'iy intellektdan foydalanaman. Gemini, Copilot, ChatGPT kabi sun'iy intellektlardan foydalanaman. Dasturlash va boshqa yo'nalishlarda. Asosan dasturlash uchun foydalanaman, lekin tadqiqot yoki boshqa shu kabi yo'nalishlarda ham ishlatib turaman. Fikrimcha, odatiy holga aylanib boryapti bora-bora. O'zbekistonda UNISAT, raqamli avlod qizlari kabi loyihalar tashkillashtirilib, kundan-kunga qizlarning IT sohasida bo'lishi deyarli odatiy holga aylandi. Avvalambor ularga omad tilab qolaman va xohlardimki, nano sun'iy yo'ldosh uchirishdan oldin birinchi bo'lib foydali yuk haqida ko'proq tadqiqot qilishlarini va izlanishlarini xohlardim. Bizda kuzatilgan muammolarni oldini olish uchun. O'ylaymanki, UNISAT dasturida ishtirok etgan hamma qizni eng ko'p eslab qoladigan qismi menimcha bu parvoz qismi hisoblanadi. Ya'ni Mo'ynoqqa borib, hammamiz birga oxirgi bosqichni bajarib, ko'psatni birgalikda yig'ib, joylashtirib, birgalikda havoga uchirganimiz eng esda qolarli qismi bo'lgan. Albatta maslahat beraman barcha qizlarga bu dasturda hech bo'lmasa bir marotaba ishtirok etib ko'rishni, chunki birgalikda yig'ilib, sun'iy yo'ldosh uchirish va shu sohada kelajakda davom eta olishadimi, o'zlarini o'rnini topisha oladimi, yordam beradigan eng katta loyiha hisoblanadi UNISAT. Shuning uchun albatta tavsiya qilaman hammaga.